O'zimizda ayb. Mana ko'rasizlar, agar mana shu tug'ilish shu tempda agar davom etadigan bo'lsa, 5 yildan keyin o'g'il bola hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Hamma qiz ko'rish to'xlab qoladi. Raddomda oldi turibdi, "Ey Xudo, ish qilib qiz bo'lib qolsinlar." "Ey Xudo, bitta qizli bo'lib qolaydi." Xotin! Nima bo'ldi? O'g'il. Nima? Yana o'g'ilmi? O'g'il tug'irasanmi? Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Yana o'g'ilmi? Uyimda parishta yo'q, sarishta yo'q, baraka topgur. To'pligimni zo'rg'a kiyib chiqdim topib. Hamma yo'qni qop-qora bola qilib yubording-ku. Ertaga bularga qaytadan xotin topib beraman men. Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Bitta qiz tug'bersang o'lasanmi? Desa bu yerda erkaklar buni ovutyapti. Birodar, nolamang. O'g'il bola ham bola. Tirnoq qazorlar bor, birodar. Xudo kimgadir o'g'il, kimgadir qiz beradi. Ertaga ko'rasiz, kelinlaringiz qizingizdek bo'ladi. Yana bitta qizim bo'lsin degandim-da aka. Ertaga o'lsam kim yig'laydi aka? O'lganingizdan keyin nima farqi bor? Biro yig'laydi. O'lgan bo'lasiz-ku baribir. Men bitta qizim bo'lsin degandim-da aka. O'zingizda nima aka? Menda qiz. Voy, qanday baxtlisiz aka. Yuqsin iloyim. Aka, mana shu qiz bo'lish uchun nima qilish kerak, ha? Endi qiz bo'lish uchun zaxda ko'proq o'tirishingiz kerak. Qovurilgan yog'li ovqatlar yemang. Pistovadan vobshe chaqmang, sizga mumkin emas. Keyin yog'siz qattiq ichib yuring. Diyetani mahkam ushlash kerak. Keyin uxlashdan oldin oyog'ingizni muzday vanna qilib yoting-da. O'zi sovuqligingiz oshib og'zingizdan suv keladi-da. Mana shu paytda qiz bo'ladi. Birodar, qiz bo'lish oson emas, uni licheniyasi qiyin uni. Davleningiz nechi? 120 ga 80. Ya, siz bu davleniya bilan qizli bo'lamisiz? Men masalan xotinim mana shu qizimga homilador bo'lishdan oldin davleniyam 70 ga 30 edi. Ozgina o'tirasan mayli, boshim aylanyapti-da. Men o'zim Mo'ykada ishlayman. Oilaviy sholi ekanmiz. Menda 6 talasi ham qiz, Xudoga shukr. Bitta ham o'g'lim yo'q. O'zi men dadam ham o'g'li bo'lmagan ekan-da.